Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi ve sellem adolat bobida bütün tamomiy insoniyatga namuna bo'lganlar. Hattoki bir adolatsizlikni ko'rsalar, darrov shu soatning o'zida munosabat bildirardilar. Ularni ana shunday holatga tushgan insonlarni nasihatlari bilan to'g'riga solardi. Bir kuni Abu Mas'ud al-Ansoriy radhiyallohu ta'ala o'zlarini qilgan xatolarni o'zlari hikoya qilyaptilar. E'tibor bering. Meni bir qulim bor edi. Qora tanli bir xizmatkorim bor edi. U bir xato qilib qo'ydi. Xato qilganida men endi uni chindan ura boshladim. Men uni kaltaklay boshladim. Urayotganimda har zarb qo'ygan vaqtimda ya Abu Mas'ud, ey Abu Mas'ud deb ovoz chiqarardi. Ya'ni zarbni og'rig'idan ey Abu Mas'ud deb qo'yardi. Har uyalında shu gapni aytardi, men shu darajada berilib ketibmanki, ya Abu Mas'ud deb menga nido, menga chaqirib bo'lgan vaqtda men shu darajada chalg'ib qolibmanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib qolganini ham bilmay qolibman. Va shunday o'girilib qarasam, ey Abu Mas'ud deb meni qulim emas, Rasululloh aytgan ekan. Menga. Shunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ey Abu Mas'ud, Allah Teala'nın kudreti sen kulingga egalik qilayotganingdan ko'ra ulug'roq dedilar. Mana shu gapni tagida qarang, e'tibor bering. Allah Teala seni ustingdan egalik qilishlikka sendan ko'ra, sen qulingga egalik qilishligingdan ko'ra ulug'roq senga egalik qilishligi. Agar seni qilayotgan qilg'ingga yarasha Alloh taolo agar muomala qiladigan bo'lsa, sen jazontayda qolib ketishing kerak edi. Lekin Alloh taolo senga jazo qo'ymayapti-ku. Rahim qilib, sen xatoingni kechirib, o'zini fazli karami bilan rizqingni yetkazib, senga yaxshilik qilib turibdi-ku. Nega endi sen o'zingga qo'lingdagi odam bitta xatosi uchun shuncha jazo qilasanmi? degan mazmundagi nasihat. Rasulullohning bu so'zlarini eshitdim-da, Rasulullohni ko'rib qo'limdagi xichiligini qo'limdan tashladim. Va ya Rasululloh, sizning guvohligingizda ey Allohning payg'ambari, shu qo'limni Allohning yo'lida ozod qildim. Bu ozod shu haqda. Shunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ey Abu Mas'ud, siz shu ishni yaxshi qildingiz. Agar bu ishni qilmaganingizda o'tning ichida qolib ketgan bo'lardingiz dedilar. Jahannamda o'tning ichida qolib ketgan bo'lardingiz.